30 dekabrdan 4 yanvargacha kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yilning oxirgi kunlarida O'zbekiston hududi bo'yicha beqaror ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 30-31 dekabr kunlari respublikaning ko'pchilik viloyatlarida vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Shimolda qorga aylanadi, faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 30 dekabrda havo haroratining pasayishi boshlanadi. 31 dekabrga kelib harorat 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari O'zbekiston bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat Surxondaryo viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 1 yanvar kuni ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 1 yanvarda 3-8 daraja iliq, 2 yanvarda 8-13 daraja iliq bo'ladi. 3-4 yanvar kunlari respublika hududiga nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. 3-yanvar kuni 4-yanvarda kechasi va ertalab respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qorga aylanishi mumkin. 4-yanvarga kelib kunduzgi harorat asta-sekin 0,5 daraja iliqqacha pasayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda ayrim kunlarda shamol tezligi 13,8 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Tog'larda vaqti bilan asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda 30 dekabrda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. 31 dekabrda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kunduzi 8-10 daraja iliq bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 1-yanvarda 5-7 daraja iliq, 2-yanvarda 11-13 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar va 4-yanvarga o'tar kechasi vaqti bilan yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi mumkin. Kunduzgi harorat asta-sekin 0,5 daraja iliqqacha pasayadi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan birozdan o'rtacha tezlikkacha esadi, deyiladi xabarda.